Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Din va hayot nomli suhbat programmamizning navbatdagi bölümüde avlod tarbiyasi haqida to'xtalamiz. Programmamizning aziz mehmoni Saudiya Arabistoni xalqaro radiosi Türkçe bölümünün müdiri Ustaz Ablahat Hacim bo'ladi. Ablahat Hacimning qimmat vaqtini chiqarib kelgani uchun chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Ablahat Hacimning shu cemiyetimizde farzand tarbiyalariga nihoyat beparvo qaraydigan ahvollar ko'ryapmiz. Mushusili bugungi programmamizda ta'lim tarbiyaning ahamiyati haqida bir tushuncha bersizlar. Qani marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu farzand terbiyesi bizim hayatımızdaki en mühim narsa. Allah Teala insana farzand bergenlikken bu farzandlığını maddi cihattin kim küçükünü bilip yemekini bilip onu bakkallık hesaplanmaydı. O bir mecburiyet emdi. O ballarının ki kelgüsü de kandak yaşaydı o. Kandak hayat geçirdi. Onunla şu küçükten tartıp onu terbiyelep kelgüsüge hazırlaş gerek. Bizimki kolumuzdaki o bundak ticaret mesela etkan çağda bizim kolumuzdaki sermaye. Farzand. Allah Teala'nın bizge bergen. Onu qaysi şekilde terbiyelesek, kandak kılsak bizim kolumuzdaki bir hazır tayyar bir sermaye. Bunu insanın hayatı bu dünya bilen çeklemez. O hakiki hayat ahirette. Onun için Allah Teala insanlarını şu dünyada hem ahirette hem baxt saadetlik buluş için yaratkan ve onun için peygamber evetti, Kur'an evetti, bizge hak yolunu ügetti. Bunun hemmesi insanların ki baxt saadetini kolga keltiriş için. Yani biz ballını şu küçükidin terbiyelep bu dünyalık için hem ahiretlik için hem kereklik boğan ilim, kereklik boğan terbiyeni ügütüp onu şununla tayyarlamasak o ballı çoğalgan çağda özünün yolunu tapamaydıgan hak bilen hakını bilmeydigan her xil ahvallar kirip çıkıdı. Hatta şu bekip çoğun kılgan ata-anasını kakıştırıp bakkanıga pişman kıldırdı. Avrupalıklar muşunda ballarını terbiyeleş, olanı dini cihattan terbiyelep östürüşünü taşlık edip terbiyelemey, koyup verip kim çoğun olganda o ballı o ata-anasıga karşı çıkıp ata-anasıga yaxşılık kılmagandan keyin bula bala vakit nima kılmaz. O japa tartıp bekip çoğun kılıp koysak çoğun olganda bizni taşlık ediken bizge nima kılmaydiken dep bala nima kılmaydikan, bala bakmaydikan, balısı boluşunu xalamaydikan bundak adatlar oturuğa çıkıldı. Bunun sebebi şu ta'lim tarbiyaninki kichigidin bo'lmaganligi. Balaga yaxshi tarbiya olsa, bir güzel axloqli bola bo'ldi ekan, bo'lmasa balaga afat bo'ladi. Bala bo'ladi, bala emas. Unda şu ta'lim tarbiyaning yeshi haqida jiqib ixtiloflar bo'lib ketdi. Facebook va boshqa uchur vositalarda buni qancha yosh eng munosib bo'ladi bu haqida bir tushunchagan bo'lsa. Bu yerda hamda ta'lim tarbiya ikki so'z bor. Asli biz ta'lim tarbiyalab ta'tir ishlatib qolgan. Asli tarbiya ta'lim bo'lish kerak. Tarbiya qachon boshlaydi? Ta'lim qachon boshlaydi? Tarbiya shu balaninki tug'ilgan ta'lim tartib boshlaydi. Bu bala bizge Allah Teala bergendikin şu dünyada gözünü açkandan tartıp onu aldı bilen halal rızık bilen rızıklandırış, onunla çıraylık isim koyuş, onu aynı her türlü hem hatarlardan yaxşı asrap saklaş. Onundan keyin o bala kichkina bir narsani mau nima av nima deb bir narsani so'rab o'rgangidek bo'lgan bu 2 yosh 3 yosh vaqtdandi. Unda bo'lgandan keyin onunga o'zimizning islomiy axloqini singdirish
Mesela tazılık olsun, mani kılsın olmadı, mani tamak yegende kolunu yuvish kerak, akşam yatganda mesela kolunu yuvish kerak yoki tishini tozalash kerak degan o'xshash. Bu odat kishida ko'rinadi, ammo ondan keyin bu balaga mushu kichik yoshidan tortib iymonni o'rgatish kerak. Alloh taoloni so'ydirish kerak. Yani Allah Teala bizni şundak yaxşı görüyor, bizni yarattı, bizge mundaq mesela yemek içmek, balanın aklıga ağıdak yani şekilde bizge yemek tamak verdi, onu degan o'xshash şundaq gaplar bilan Allah'a bo'lgan aqida, Allah'a bo'lgan iymonini shu 2 yosh 3 yoshdan tortib har kuni o'gitib shuni uyda ota-onasi masalan cho'ng bolalar bo'lsa ular bilan birga shundoq nima qilsa, o bolalar kichigidan tortib Allah'a bo'lgan bir muhabbati qalbida nima bo'ladi, yashaydi. Ondan keyin bu rasmiy tarbiya nima hamda ta'lim endi bu 7 yoshda eng mukammal yosh. 7 yoshda boshlasa, bu kichik bola o'rgatgan narsalarni yaxshi o'ziga qabul qilib, tez o'rganadi. Endi jiq ota-onalar bolalarni 5 yoshda, 6 yoshda maktabga beryapti. Tezroq o'qisin deb. Ammo bu bolalarningki o o'rgatgan narsani qabul qilish qobiliyati tam yetishmaganligi uchun o hayotini qisqacha universitetni o'qib o'qishni qiynalgan ish ekan. Buni biz tajriba bilan sabit endi. Men o'zim necha yil rasmiy maktabda muallim bo'lib ishlagan. Undan keyin öydümü bala o'qitib qilamiz. Shuningdan va boshqa muallimlarningki ilmiy tajribalaridan o'tirg'i chiqqan narsa shu. Ya'ni maktabda rasmiy ilm o'qitish 7 yoshdan boshlasa, eng to'g'ri, eng mukammal yosh shu. Şunu zaten Şarkı Garip dünyada meyli Müslüman, gayrimüslim devletlerine asas 7 yaş kılıp biktenken mağrib işine. Bunda hikmet Peygamberimizin 1400 yıl burun sahabelerge balalarınlarını 7 yaş kirgen namazga buyurunlar. 10 yaş kirgen namazga qo'l olmasa urunlar yani. Ona biraz nima qilinglar deb buyurgan. Shuni mana namoz o'qish uchun namozning suralarini o'rganish kerak. O namozda ancha-muncha qoida usullarini o'rganish kerak. Shuni 7 yoshda boshlasa, eng to'g'ri bo'lganligini hikmati. Men bu yerda bir nimani deb o'tay. Bu Turkiyada yashangan bo'lgan bir voqea, bir qiz bolaninki yozgan kendisi. Men buni bir necha yil burun o'qigan. Bu Yahova şahitleri deb mana Hristiyanlarınki tebliğ targ'ibat cemaati var. O bizning halkı Müslümanlarınki cemaati tebliğ o'xshash. Onu Yahova şahitleri deydi. Bu Türkiye'de bu resmi qonunluq ana targ'ibat qildigan cemaat endi. Bu onlarınki targ'ibati bilan bir qiz Hristiyan bo'lib ketdi. Hristiyan bo'lib ketgandan keyin bu qizlarning 2 yosh 3 yoshda bir ukisi bor ekan, inisi bor ekan. Bu o'zi Hristiyan bo'lgandan keyin shu inisiga oqshomliqlar o'tirganda hikoya qilib, payg'ambarimizni yomon ko'rsatib, shu Makka degan cho'lda bir Muhammad deb odam chiqibdi, andoq aski bundoq aski undoq qilgan deb shu ayni deb beribdi. Keyin o bola 8-10 yoshga kirgandan keyin bu hadisem de hidayet dedi Müslüman oldu. Onun hatalıkını, özünün Hristiyan bulup ketkenlikini, hatalıkını, Hristiyan dininin to'g'ri emasligini Müslüman bulup kandikin aşı kız öz yazıda endi. Ukisini qaytaranmadim deydi. Aşı kichigidin tartib Muhammad Aleyhisselam'la yaman ko'ksitib andaq aski undaq qilgan deb devagandan keyin o balni mosga sinib ketdi. Keyin o andaq emasdi, ukam men ana xato debdikan, men unda emas desa unmaydi deydi. Ya o birini desam ikkini deb turdi deydi. O andaq emasdi, mundaq odamdi u deb. Shu mana tarbiyaning kichik-kichigida tarbiyaninki qandaq nima bo'lganligi, muhimligi. Shuni biz oldi bilan bolalarımızga shu kichik yosh 3 vaqtdan tortib Alloh, payg'ambar,
deb şunlarınki hiç olmasa o hikaye bak mühim. Hiç olmasa akşamlıkta yatağa çağda balalarga hikaye okupası bek hoş olur dendi. Şunun da mühimdaki bizimki dini hikayelerine şu balanınki aklı kabul kıldığan şekilde okup biriş arkalık onu zorlamay. Günden çaylık özü yaxşı gördüğün gaplar bilen imani asaslını, imanlını ögütüş gerek bu terbiyede. İlim ögütüş başta degenimizde 7 yaştan tartıp başlasa en yaxşı şu an. Farzandlar degan şu bir milletninki kiliç ekende. Şu milletin istiqbali şu farzandlar buludu. Şu bu milletin istiqbali şu farzandlarni tarbiyalashga bog'liq bo'ldi ekan. Qanday tarbiyalansa o kelajakdagi millet terbiye edildiğin gapken. Yani bu şu vasıtada çıktım bolmuş okuş yaşının kelimesi aslında. Bu dini okuşunu 10 yaştan kim başlaş gerek diyen bir gaplar ta kaldı. Hatta programda işlenipti. Bu vaxtda qanday qaraylar? Buna şeriat ölçüm boyunca bir cevap bergen başlamanın. Bunu başta mı biraz dedik bana. Bu 10 yaşta dini öğütüş diyen gap dinle öğrenmesini diyen gap endi. Çünkü 10 yaş kısa obalının mınıske dinsizlik, imansızlık nasi hemmisi maddi. Mesela komünistlerin bizim vatanımıza okşaş komünistlerin bu gayet yetişken balı komünistler yetişirdi. Hudasız. Bu Avrupa'da başka yerdeki ya öyle şu maddi. Fakat şu maddinin ne kıldığın maneviyatın nati jirak hakikatini bilmeydiğin bulup yetişirdi. Onun için sayıkta hikaye diyen okşaş 10 yaştan keyin onun nima öğretsem o narsa burun 2 yaş 3 yaşdan tartib namazga singib ketgan narsani chiqarolmaydi. Bu chiqasimi intayin qiyin hamda tas. Onun için o dinni boshqa ilmni burun o'rgatam. Dinni 10 yoshga kirganda o'rgatish kerak deganning ma'nosi musulmonlarni faqatla dinsizlashtirib o'tgan gap. Shu vaqtimizda qarindoshlardan har xil fikrlar, uchurlar keldi demiş bunun qarta bir programı bu işlemeysizlar deb. Acaba bütün dünyadaki Müslüman gayrimüslimlar ittifaqi 7 yaşta o'qish yoshining boshida 7 yosh. Bu yerda xanzuch o'rgansa bo'ladi, ingliz o'rgansa bo'ladi, hamma narsani o'rgansa bo'ladi. Acaba bu dinga kelganda 10 yoshdan nereden chiqadi bular? Nereden keldi bu fikr degan e'tirozlar chiqib bo'ldi. Şu endi bu bizim Müslümanların ko'p sonliqi bo'lib şu Yevropaninki ta'sirida alqa bir gap bor ekan, mag'lub bo'lgan millat g'olib bo'lgan millatni taqlid qiladi. Aslında Ayşe deyotgan. Endi biz hozir islom dunyosi endi ko'rinishda Yevropaga, Amerikaga nisbatan iqtisodiy jihatdan, texnik jihatdan og'ir qolgan ko'ringanligi endi. Bu yerda o'qib chiqqanlar, kichkina bilib yoki Yevropaga borib o'qigan yashaganlar shuningki ta'siriga uchrab, hatto shu biz yashayotgan yerdagi odamlar o'zidagi ilm ma'rifatni nati kamsinib, avvalninki yuqori deb Aşılar demiş ki şunu doğru dep. Şu nima problem hamda müşküle şundan keladi. Şu Yevropadagi aileninki buzilishi, aileninki tushanchisinin qanmasligi, bir insanınki fakat maddi emas ruhiy var insan, ruhiyat var. Maneviyat lazım. İnsanı insan kılgan narsa maneviyatı. O yemek içmek o maddi de hayvanda mı var? O bizden hayvandan farklandırıp durgan narsa maneviyatımız. Endi bu maneviyatni endi 10 yoshga kirgandan keyin o'rgating. 10 yoshgacha uni faqat shu hayvonga o'xshash nima qilib yashating degandan keyin endi hayoti bo'yicha shunday moddachi ruhiyatdan ma'naviyatdan isroq ta'lim tarbiya yani insonning kelgusi uchun insoniy bir insonlik dingo katta deylik bir insonlikmi yo'q. Şunday bo'lib cho'ng'ildi endi unda bo'lsa. Onun uchun 10 yoshda dini o'rgating degan gap intayin xato. Ham bizning dinimizga texim bak qarshi gap. Halan şu olanın özü de şu Avrupa cemiyetlerinde adetki okşayışiyet, alçışiyet diye.
Şunda turğun bu dinni apırıp ay 10 yaşdan oyan ötküzüp koyğanaga hem bütün dünya uyg'unlik sukut qildik. Onun gepigimi o programlığımı amal qilmaydiganlar va qiladiganlar ta'siri natayin. Şunda da buningga bir diniy ulamalarninki bir fikr qatnashi hatta bir narsa yezishi zarur deb ba'zi do'stlarning iltimoslari bo'ldi. Xayr herhalde. Bu hozir yana bir qolmuş diniy ilm, fanniy ilm deb ikkisining o'tirisini ayirish meselesi. Sizlar buningga qanday qaraylar? Ha, bizninki musulmonlarninki bir cho'ng xatoligimizdan biri bu bir necha yüzyillik tarixga ega mushu din bilan pandab shuni ayirib diniy ilm o'qisa savob bo'ladi, fanniy ilm degan kafirning aytgan narsasi savob bo'lmaydi deb mushu xato tushuncha bilan musulmon dunyosini mushu shundoq kafir dunyoga hamda qul qilib qo'yarlar. Bu intayin xato bir fikr. Bizningki dinimizda birinchi qatim Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga tushirgan oyat iqra. O'qu deydi, o'q. Qur'onda ilm haqida nurg'un oyatlar bor. Ilm egalarininki martabasining yuqori bo'lganligi haqida oyatlar bor. Payg'ambar alayhisolam bolaga yaxshi o'rgatishni, ilm o'rgatishni ta'lim berdi, o'zi o'rgatdi. Hatto kafirlardan asir chiqib qolganlarni bolalar 10 bolaga xatini o'rgatib qo'ysang ozod qilman dedi. Mushundaq ilmga targ'ib qilgan bir dinning egalari turib biz yine ajundaq ilmdan o'zimizni jiroqlashtiryaptik. Bu diniy ilm, fanniy ilm deyotgan gap yo'q. İnsanning başta ödep öttük, bu insanla bu din qanday qiladi, dunyo va oxiratda baxtli qilish uchun kelgan din, islom dini. Şu insanni baxtli qilish uchun insonga kerakli bo'lgan ilmning hammasi diniy ilm. Matematika mı dini ilim, fizika mı dini ilim, kimya mı dini ilim, tıp mı dini ilim, hammasi insonga kerakli narsa. Shuningga o'xshash shariatni bilishmi dini ilim, aqidani bilish lozim, halol haromni bilish lozim, Alloh taolaning tushirgan qonunlarini bilish lozim. Bu hammasi endi bu yerda faqatla taxassus, masalan bir narsada mutaxassislashish kelgan chog'da bir odam hamma narsani o'rganib bo'lmaydi. Uning uchun birisi masalan aqida ilmida mutaxassis bo'ladi. Aniqdan bilish kerak. Uni faqat tashlab chiqib bo'lmaydi. Ammo mutaxassis bo'lish, yuqori darajada o'qish bir nimada bo'ladi. Hozir fanniy ilmda mana shunday hamdi. Hamma odam doktor emas. Doktorlikda bir odam mutaxassis bo'ladi. Hatto doktorlikning har xil qismlari bor. Har qismda buni diniy ilm, fanniy ilm emas. O ilmning o'zining ismi bilan biz shu musulmon injener kerak bizga. Musulmon doktor kerak. Musulmon fiziki mutaxassis kerak. Musulmon kimyo mutaxassis kerak. Bu iqtisodiy ilmlarda eng yuqoriga yetgan musulmon kerak. Fan texnikada eng yuqori saviyada o'qigan musulmon kerak. O diniy olimlar diniy jihatda mutaxassis bo'lsin, boshqa jihatda mutaxassis bo'lganlar yana shu ham dinni biladigan, ham o ilmda, fanniy ilmda mutaxassis bo'lgan bo'lish kerak. Ammo sen ma kafirdan o'qitgan narsa, ma musulmon o'qitgan narsa deyotgan narsa yo'q. Agar endi ziyonlik bo'lsa, musulmonga olsun, insoniyatga ziyon olib keladigan narsa olsa, masalan deylik, haroq yasashni o'rganish yoki tamaki yasashni o'rganish, shuningdek fabrikalarni qurish degan o'xshash bunday ziyonli narsadan biz to'simiz. Bizning shariatimiz to'sidi. Ammo insonga foydali bo'lgan, insonning hayoti uchun kerakli bo'lgan ilmning hammasi bizning dinimiz buyurgan islomiy ilm. Buni undaq ayirib o'tishga bo'lmaydi. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Diqqat bilan ko'rpagan uchun ko'p rahmat. Keyingi bölümlerde qayta uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr-xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.